Assalomu alaykum ko'kdeng bolalari. Sog' salomatmisiz? Bugun biz sizlar bilan qishki karamlardan, kuzgi karamlardan tuzlama tayyorlaymiz. Tuzlamani tayyorlash uchun bizga kerak bo'lgan narsalar karam, mana lavlagi, sabzi, chesnok, limon to'g'ralgan hammasi. Birinchi bo'lib bakimizga, sirli bakimizga tagidan lavrol listlar tashlaymiz. Bu qavatma-qavat teriladi. Undan keyin dushisti perets, hidli murch solamiz. Shishalarga ham gap yo'q, azizlarim. Karatovning shishasi. Karatov yaxshi narsa uchun shuni shishasiga solib qo'yapmiz. 3-4 ta soling bo'ldi. 3-4 ta tashlang, keyin tashlaysiz yana. Bu hidi chiqarish uchun. Endi karamni solib boshlang. O'shaning 3dan 1ni soling. Karam solinyapti. Azizlarim, bu narsa lavlagi bilan chiroyli chiqadi degan umiddaman. O'tgan yil ham tayyorlagandik, bahorda ham tayyorlagandik. Juda mazali ovqatlar bilan ishtaha ochar bo'lsa kerak. Doimgidek. Mana bu yerda biz suvni tayyorlayapmiz. Biz buni sovuq suvda tayyorlaymiz. Shunday retseptlar ham bo'lsa kerak, issiq suvda tayyorlanadigan, lekin biz buni xom suvda tayyorlayapmiz. 1 litr suv, 2 qoshiq, 2 osh qoshiq to'la tuz. Tabingizga qarab nima solasiz? Mana tuyilgan murch, qalampirlar solasiz tabingizga qarab. Endi hozir qavatma-qavat solyapmiz. Karamdan keyin bu uchun shuni kovlab turing, tuz erisin. Kovlab turing. Bolalar bilan birga qilamiz albatta. Bolalarsiz hech ish qilish yo'q. Hech ish tatimaydi bolalarsiz. Karamdan keyin lavlagi solamiz. Lavlagini 3dan 1ni solamiz. Hatto 4dan 1ni solamiz. Yoyib soling. Sachratib tashlang ichiga. Undan keyin sabzi soling. Sabzini ham erisin. Ko'ringchi? Taylar cho'kmadi. Tuz erish kerak bu uchun. Tuzlar erish kerak. Biz suvni rassolni alohida qilib olamiz. O'sha ersin. Qoshiq bilan qilsangizchi, mana qoshiq bilan. Tuzlarni, achchiqlarini solib, rassol eng oxirida qo'yamiz. Rassozlar ustidan. Hozir solinyapti chesnok bilan limon. Ular hid beradi o'ziga yarasha. 3dan 1ni soling. Limonni ham 3dan 1ni soling. Yoyib tashlayvering. Undan keyin solasiz. Azizlarim, mana bu nima deb so'ramaysiz. Mana bu idishdagi. Mana bu idishdagi. Bitta ko'rsating gul qizim mana buni. Hozir sabzidan qolganini tyorkadan o'tkazdim-da. O'tkazib ozgina asal, shunchaki silking shunday, silking ko'rinadi. Ozgina asal, ozgina limon suvlari solib qo'ydim. Mana bolalarga xushxo'r bir bu ham yeydigan narsa bo'ladi, yegulik. Ishtahalarni ochadi. Endi nima solamiz? Endi 2-chi qavat ketyapti. Lavrol list tashlaysiz. 3 dona, 4 dona. Lavrol list. Bakingizga qanday joylashyapti? Menga enkayib ko'rsating. Ekranga enkayib ko'rsating. Qanday ketyapti? Juda yaxshi, chiroyli ketyapti. Davom eting. Karamdan ko'proq soling, chunki qolib ketmasin karam. Qolsa ham zarar yo'q, nimadir qilib tashlayveramiz. Bizga ko'proq bo'lishi kerak. Yana ko'proq soling. O'zi ezilib ketaveradi, arasini ochib o'tmang. O'zi ezilib ketaveradi. Biz uksizsiz tayyorlayapmiz. Azizlarim, bizda uksiz ishlatilmaydi. Uksizsiz mana tayyorlayapmiz. Endi bosing sal, bosing. Endi ikkinchi narsalarni solasiz. Hali bu bari bosiladi ham suvni ichida turgandan keyin 3dan 1ni soling. Uni ham yarmini sovaring. Sochib sovaring ichiga. Solasiz.
Endi sabzi solasiz. Undan keyin dushisti soling. Dushisti 4-5 dona. Bo'g'in eridimi tuzlaringiz? Yaxshi eridimi? Bo'g'in mana buni soling endi. Mana tuz, murch tuyganingizni soling. Tuyildimi? Shuni hammasini sovaring, o'zi ko'p emas. Ehtiyot bo'ling, ko'zingizga uchmasin zarralari. Chesnok va aralashtiraymi? ha, aralashtiring. Sekin qo'shib bilan aralashtiring. Uzoqroq turing. Erib ketadi, soling. Endi karam solinadi shekilli. Karam. Ikkinchi karam solib yuboring. Lavrami? Lavrolist ham soling. Solinmadimi? Yo'q, soling. uchinchi reys. Davay soling lavrolist. Lavroviy list. Keyin yana karam. Qavat bo'lsa, ular bir-biri bilan tanishadi. Bir-biriga mazza ta'xim beradi. Tayyorlanish jarayonida mana shu ta'ximlar bir-biriga o'tishi kerak. Nima deydilar? Fermentatsiya deydilarmi? Bijg'ish bo'ladi. Bunga ozgina shakar ham qo'shamiz, bobojon. Ana qarang, mana yoqda oqqan bor. Olib keling, erib ketsin ichiga. Qancha tuz soldik, o'shani yarmicha solasiz shakar. Ko'ringchi qancha oqqan bor yoki shakar bor, ko'ring. Soling, erib ketsin ichiga. Shakar yo'q ekan. Oqqancha bo'ladi. Olib keling, bo'ladi. Ichiga soling, erib qoladi. Yana bo'lsa soling 2-3ta. 3ta solaymi? Soling, erisin. Chunki biz shakar 6 qoshiq soldik. 2 qoshiq har 1 litrga. Shunday rashot bo'ladi-ku. Hammasini solaymi? Endi mana karamni hammasini soling. O'shandan keyin sal yoyib tashlang. Mana limonni. Endi karam. Karamni bosib soling. Shu joylashsin. Qoshiq bilan sal endi eritasiz. Tashlab yuboring. Qoshiq bilan eritasiz. Kavlab turing, erib qolsin. Bosish kerak, ha? Sal.